Vudvero. Yangi asr mebellari. 1998-yil 11-dekabr soat 20:17 atrofida Endeavour kosmik kemasi bilan amalga oshirilgan STS-88 parvozi chog'ida astronavtlar tomonidan Yer yaqinida noma'lum bir obyekt suratga olindi. NASA bu suratni hech qanday izohsiz o'z saytiga joylaydi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan bu surat ba'zi saytlardan o'chirib tashlanadi. 20-asrning oxirgi yillarida bu surat hali unchalik rivojlanmagan internetni portlatdi. U haqida ba'zi ufologlardan tortib, bloger jurnalistlargacha gapirishar edi. Ularning nazarida bu sayyoramizni kuzatayotgan kema edi. NASA keyinchalik bu suratni saytga qayta joyladi va obyektga 025570 deb nom berdi. Xo'sh, bu aslida nima edi? Salom, bu YouTube kanali va biz boshladik. (1998-yil 11-dekabr) Space Shuttle Endeavour tomonidan amalga oshirilgan missiya xalqaro kosmik stansiyaga yo'l olgan paytda olingan ba'zi suratlarda ushbu noma'lum jism ko'zga tashlandi. Aytishlaricha bu obyekt hozir bizning ustimizda. Yer nuri yetib bormaydigan hududda suzib yuribdi. U sekin, ammo uzluksiz tarzda qorong'ulikda muvozanat saqlovchi maxsus orbitada aylanadi. Pastda esa o'z yo'lida harakatlanayotgan Yer sayyorasi bu ruxsatsiz mehmondan butunlay bexabardek. Ba'zilar nazarida hatto begona sivilizatsiyaga mansub sirli obyekt sifatida qaraladi. Buts yulduz turkumidan kelgan mehmon haqida gaplar shundan so'ng boshlandi. 1899-yilda ba'zilar koinotdan kelayotgan deb hisoblangan g'alati takrorlanuvchi radio signalni tutgan va uni ommaga e'lon qilgan. 1920-yillarda esa radio ixlosmandlari xuddi shunday signallarni qayd etishdi. 1928-yilda Norvegiyaning Oslo shahrida ishlayotgan olimlar qisqa to'lqinli uzatishlar bilan tajriba o'tkazish jarayonida birdan 40 soniyagacha kechikib qaytayotgan g'ayritabiiy aks sado LDE, ya'ni uzoq kechikishli echo hodisasini qayd etishdi. Aniqroq izoh esa 1954-yilda paydo bo'ldi. O'sha yili bir nechta gazetalarda AQSh harbiy havo kuchlarining bayonoti e'lon qilindi. Yer orbitasida ikkita noma'lum sun'iy yo'ldosh topilgan edi. O'shanda dunyoda orbitaga sun'iy yo'ldosh uchirish imkoniga ega hech bir davlat yo'q edi. Shundan so'ng bu obyekt haqidagi mishmishlar kuchaydi. Hatto bu voqeani AQSh havo kuchlari tomonidan tasdiqlangani aytiladi. 1960-yilga kelib, AQSh ham, SSSR ham o'z sun'iy yo'ldoshlarini orbitaga chiqarishga muvaffaq bo'lishgan edi. Biroq 1960-yil 11-fevral kuni bir nechta nashrlar orbitada begona narsa paydo bo'lgani haqida xavotirli xabar tarqatdi. AQSh harbiy dengiz kuchlari josus sun'iy yo'ldoshlarini aniqlash uchun mo'ljallangan radar ekranlarida g'alati, quyuq, noma'lum obyektni payqashdi. Ammo bu amerikaliklarga ham, sovetlarga ham tegishli emasdi. Keyingi kun matbuot yanada ko'proq tafsilot berdi. Obyektning orbitasi qutb orbitasidan 11 gradus farq bilan 79 gradus burchak ostida harakatlanishi aytilgan. Uning orbitasi ham o'ziga xos bo'lib, Yer atrofidagi aylanish masofasi o'zgarib turadi. Eng uzoqlashgan paytida Yer yuzasidan taxminan 1700 km balandlikda, eng yaqinlashgan paytida esa atigi 200 km balandlikda bo'ladi. Bu obyekt Yer atrofida to'liq aylanishi uchun 104 daqiqa sarflar edi. Shu orada AQSh harbiy dengiz kuchlari ilgari uchirilgan Discovery missiyalaridan birining himoya qobig'ini kuzatib borayotgan edi. Discovery 8 1959-yil 20-noyabrda insonni kosmosga uchirish mashqi sifatida jo'natilgan.
Keyinchalik esa kapsulasi parashyutdan qaytarilishi kerak edi. Ammo 136 kilogrammlik kapsulani ajratishdagi nosozlik sabab u yo'qolgan edi. Harbiylar kuzatayotgan obyekt yer atrofida 80 gradus burchak ostida harakatlangan. U to'liq bir aylanani taxminan 103 daqiqada bosib o'tgan. Eng uzoq nuqtasida yer yuzidan 950 kilometr balandlikda, eng yaqinda esa 187 kilometr pastlikda bo'lgan. Bu noma'lum obyekt orbitasiga juda o'xshash bo'lgan, biroq bir xil emas edi. O'sha paytlarda yerga raqamli tasvirlar uzatish imkoni yo'q edi. Hammasi kinokameralar orqali amalga oshirilgan. Filmni ishlab chiqish va tahlil qilish uchun uni yerga qaytarish zarur bo'lgan. O'shanda Corona KH1 kamerasi orbitadan chiqib, parashyut yordamida atmosferaga kirganida GC-130 qidiruv samolyoti uni havoda tutib olgan. Shu sababli Discover dasturidagi barcha ma'lumotlar keyinchalik maxfiylikdan chiqarilgach, o'sha paytda gazetalar bergan xabarlarning to'g'riligi tasdiqlandi. Haqiqatan ham Discover 8 bortidagi kamera 1960-yilda yo'qolgan. Korpuslar esa noodatiy orbitada bo'lgan. 1963-yilda astronavt Gordon Cooper Mercury Atlas 9 kemasida yer atrofida 15-marta aylanayotgan paytida yashil rangda porlayotgan noma'lum jismni ko'rganini aytgan. Avstraliyadagi Muchi kuzatuv stansiyasida 100 dan ortiq kishi radar ekranlarida bu holatni kuzatgan. Keyinchalik esa rasmiylar bu hodisani elektron nosozlik yoki karbonat angidrid tufayli paydo bo'lgan gallyutsinatsiya bilan izohlashdi. Ammo bu tushuntirishga ko'pchilik ishonmadi. Shunday qilib bu jismning mavjudligi tobora inkor etib bo'lmaydigan ko'rinishga kela boshladi. 1973-yilda shotlandiyalik tadqiqotchi Duncan Lunan bu sirni aniqlashga kirishdi. U norvegiyalik olimlarning LDE uzoq kechikish aks sadolari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, signalning yo'nalishi Epsilon Boots, ya'ni Boots yulduz turkumidagi qo'sh yulduz tomon ekanini aniqladi. Endilikda bu obyekt qaysi tabiatga ega bo'lmasin, Lunan tahliliga ko'ra, u Epsilon Bootsdagi mavjudotlar tomonidan yuborilgan 12,5 ming yillik xabar bo'lishi mumkin edi. Xabar yoki bizni kuzatishmoqda. Rivojlangan sivilizatsiyalar kuzatuvi ostidamiz. Bu qaysidir ma'noda Matrica filmiga o'xshaydi. Matrica boshqa olamlar, ular vaqtdan o'zib ketishgan. Vaqt bo'ylab sayohat kabi sirli nazariyalar. Aslida bu voqeada haqiqat qanday edi? Shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz oxirgi vaqtlarda biroz kamroq video chiqaryapmiz. Sababi bizning ikkinchi kanalimiz ham bor. Ko'ring, tomosha qiling va albatta obuna bo'ling. Gordon Cooper. U radar operatorlari bilan birgalikda nimani ko'rgan edi? Uning o'zi keyinchalik bu voqeani rad etdi. U o'z faoliyati davomida bir necha bor noma'lum uchar jismlar haqida eshitganini, hatto Germaniyada xizmat qilayotganida osmonni kesib o'tgan noma'lum obyektlar flotini ko'rganini aytgan. Ammo Mercury Atlas 9dagi yashil obyekt haqidagi hikoya soxta afsona ekanini ochiq bildirgan. NASA hujjatlarida yoki radar hisobotlarida bunday voqea qayd etilmagan. Natijada bizda qolgan narsa STS-88 parvozi va undan olingan g'alati tasvirlar. Haqiqatda esa kosmonavtlarning chiqishlaridan birida issiqlikdan himoya qiluvchi keramik plitka uzilib ketgan. Bir tomoni kumush, ikkinchisi qora. Shu obyekt ko'p bora suratga tushirilgan. Uning shakli g'alati, bukilgan edi. Buni bilmagan kishi uni begona sun'iy yo'ldosh deb o'ylashi tabiiy. Ammo afsuski, u aslida shunchaki shuttle plitkasi bo'lgan. Ya'ni qora ritser. Bu obyekt haqidagi shov-shuvli gaplar shu tariqa vujudga kelgan. Biz bu hikoyani o'rganishdan chin dildan zavq oldik. Oldin hech eshitmagan ko'plab tarixiy va astronomik faktlarni bilib oldik. Agar biz bu afsonani tanqidiy tahlil qilmasdan, faqat sirli yo'ldosh haqidagi gaplarga ishonib qolganimizda, ko'p narsalarni noto'g'ri anglagan bo'lar edik. Eng yomon tomoni,
Bu afsonani haqiqatga sig'dirish uchun o'zimizni turli noto'g'ri xulosalarga majbur qilgan bo'lar edik. Aslida esa faqat faktlarni kuzatishgina haqiqiy mukofotdir. Bu YouTube kanali. Salomat bo'ling.